Abror aka, men brendimni o'zimni nomimga patentlaganim yaxshimi yoki biznesimgami? Bu yildan boshlab eng ko'p beriladigan savollar shu bo'ldi. Bilasizmi nega? Sababi o'tgan yili, ya'ni shu yilgacha jismoniy shaxs nomiga olasizmi, yuridik shaxs nomiga olasizmi, bir xil edi. Statuslari, boj summalari, xizmat haqlari hammasi bir xil edi. 2025-yilda qonunchilikka o'zgartirish kiritilgandan keyin jismoniy shaxslar bilan yuridik shaxslarga tovar belgilarini ro'yxatdan o'tkazish tartiblari har xil bo'ldi. Ya'ni bu summa nuqtai nazaridan. Endi sizning savolingizga keladigan bo'lsak, agar siz yuritadigan biznes yuridik shaxs, ya'ni mas'uliyati cheklangan jamiyat, xususiy korxona, oilaviy korxona yoki qo'shma korxona, xorijiy korxona sifatida shaxsan yuridik shaxs bo'ladigan bo'lsa, unda albattaki tovar belgini yuridik shaxs sifatida olgan ma'qul. Nega deysizmi? Siz o'z nomingizga olgan tovar belgingiz siz jismoniy shaxssiz. Yuridik shaxsga nisbatan hech qanday huquqiy himoya keltirib chiqarmaydi. Ertaga da'vo bo'lgan taqdirda ham jismoniy shaxsga olganman-ku desangiz, da'vo yuridik shaxsga bo'ladi. Yuridik shaxsingiz, естественно, qonunda belgilangan tartibda javobgarlik yuzaga keltirishi mumkin.